Men seni hech kim bo'lmaganingda ham sevganman. Seni ota-onang bir pulga sotib olganda ham sevganman. O'latda oldidan necha marta olib chiqib ketdim. Or-nomusingni o'zimni himoya qilgandek himoya qildimmi yo qilmadimmi? Men senga hozir minnat qilayotganim yo'q. Sen uchun men o'lishga ham tayyor edim. Lekin sen nima qilding? Nima qilding? Boylikni ko'rib o'zingdan ketib qolding. Men shunchaki o'ldim. Hammasi boylik uchun bo'lyapsizmi Halim? Shunchalik arzonmi? Shunchalik arzon ekanmanki, hatto meni ikkilanmasdan o'ldirmoqchi bo'lding. Agar u seni sevgan bo'lsa, sendan uzoqda bo'lsa ham, dunyoda u burchagida bo'lsa, sen taqiqlagan narsani hech qachon qilmasdi. Agar seni sevgan bo'lsa, seni doim degan bo'lsa, sen taqiqlagan narsani hech qachon qilmaydi, boshqa begona insonlarga qaramaydi. Boshqa begona insonlarga kulib qaramaydi hech qachon. Agar bilganki sendan uzoqdami, sen taqiqlagan narsalar nahot hissetmez yuragim, dard dolu dertlerim, nahot kadersiz bo'lsa aytilgan bu gaplarim, nahotki shu bo'lsa sevgim, nahotki shu bo'lsa hayot, sen uchun yarilgan sevgim, ololmasam sendan javob, nahotki shu bo'lsa sevgim, nahot bo'lolmaymiz qo'shqanot, ushalmasgach bir orzular qolib ketsa bo'lib zarar, bilolmayman aslida nechun keldim dunyoga, yoki sevging dastidan qo'ydimmi yo'q xatoga. Endi men kimga aytayin alamli bu dardlarim, o'zimni yolg'iz javobsiz sevgimni aybladim, nahotki shu bo'lsa sevgim, nahotki shu bo'lsa hayot, sen uchun yaralgan sevgim, ololmasam sendan javob, nahotki shu bo'lsa sevgim, nahot bo'lolmaymiz qo'shqanot, ushalmasgach bir orzular qolib ketsa